Qadrli kuzatuvchilar, biz Qo'qon shahridagi Istiqlol ko'chasida joylashgan Rus Osiyo banki binosini obzor qilib o'tamiz. Mazkur binoning qurilishi 1910-yilda boshlanib, 1912-yilda nihoyasiga yetkazilgan va Turkiston o'lkasidagi yagona xalqaro bank hisoblanadi. Ma'lumki, Qo'qon shahri Rossiyaning Xitoy va boshqa davlatlar bilan savdo aloqalarini rivojlanishida muhim vositachi hisoblangan va mazkur bank ham ayni maqsadlarga xizmat qilgan. Qolaversa, paxtachilik, savdoni va boshqa sohalarni pul bilan ta'minlashga xizmat qilgan. Demak, bino bilan batafsil tanishib o'tamiz. Hozirgi Istiqlol ko'chasi o'tmishda Rozenbax ko'chasi deb atalgan. Uning markazida joylashgan ushbu bino Rus Osiyo banki. Me'mori Svarichevskiy. Bank oktyabr to'ntarilishigacha Rossiya va Xitoy o'rtasidagi savdoni tartibga soluvchi muassasa bo'lgan. 1920-yildan buyon bu yerda davlat banki, ya'ni Gosbank joylashgan. Keyinchalik Paxta bank, hozir esa Agrobank. Mana bu kursi ham o'sha davr muhitidan xabar berib turibdi. Ushbu kursi joylashgan zaldagi shiftning balandligi, qolaversa xonalardagi shiftning balandligi bois binoning ichkarisida havo salqin, qolaversa shiftlar baland bo'lganligi uchun umumiy bino ham salobatli ko'rinadi. Binoning ichkarisida tarixiylik saqlangan. Orqa tomonida qo'qonliklar yaxshi eslaydigan Laylo kafesi bo'lgan. Dastlab u bank xodimlariga xizmat qilgan bo'lsa, keyinchalik xalq uchun ham o'z eshiklarini ochgan. Biz hozir bankning orqasida joylashgan bolalar uyiga kiraverishda turibmiz. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur bolalar uyi joylashgan joy o'sha davrda bank xizmatchilari yashaydigan hovli bo'lgan. Kamida bir 20 ta oila mana shu yerda yashab xizmat qilishgan. Mana bu Hamza Hakimzoda Niyoziyning manbalariga ko'ra, Hamza o'zini birinchi rafiqasi mana shu hovlida yashab turgan aksiynerga uylangan birinchi marta. O'sha aksiynerning otasi bankda hisobchi bo'lib ishlagan. Sahifamiz orqali o'sha davrda Rozenbax, 1920-yildan Sovetskaya, mustaqillikdan so'ng Istiqlol deb nomlangan ko'chadagi boshqa me'moriy obidalar haqida ham so'z yuritamiz. Bizni kuzatishda davom eting.